Birikda kuchuklar Instagramda, TikTokda qorini Sardor qamatvordi, jo'natvordi O'zbekistonga qamalishini bilib deb shunaqa gaplar qilishibdi. Endi ularning ismini aytmayman, urib emas. Ular doim ham qo'ttag'imga osilib katta bo'lgan chumolar. Qarochi qorini bilgan biladi. O'zbekistonga borishini, biletini ham, umrada yurgan payti qo'chqorlar so'yishini ham, Abu Dabiga kelishini ham, kerak bo'lsa Abu Dabida qo'pol qilib aytsa, ko'tidagi tursugidan tortib yeb ichish xarajati, gastitsasi, xullas 7 kun, 10 kun mehmondorchiligigacha hammasigacha qilganman. O'zbekistonga nima uchun ketdi aytaymi sizlarga? Sardor aka, Koreyada 3 oy ko'chada yashadim. Borganim bilan na uyim bor, na ishim bor, na joyim bor. Borganim bilan men hech narsa qila olmayman yoqqa. Undan ko'ra O'zbekistonga qaytay qalbim pokladim. Gunohimga, jazoimga olishga roziman degandan keyin